Mening ismim Maryam Sultonmurodova. Men 1905 yilning 13 fevralida Xiva shahrida dunyoga kelganman. Qadim tarix va yangilanish o'rtasida yashagan yurtda. Yoshligimdan bilimga chanqoq edim. Urganch va Tortko'lda o'qidim, keyin Toshkentda Ma'rif gimnaziyasida tahsil oldim. O'qish men uchun faqat bilim emas edi. U ayol uchun yo'l ochish, jamiyatni o'zgartirish imkoniyati edi. Oliy ta'limni Orenburg Tatar pedagogika institutida oldim. 1921 yilda esa Xorazmda ayollar bilan ishlash mas'uliyati menga topshirildi. O'sha paytda ayolning ovozi kam eshitilardi. Men esa uni yo'qotmaslikka harakat qildim. 1922 yilda taqdir meni uzoqlarga olib ketdi. Men Germaniyaga o'qishga yuborildim. Berlin va Potsdamda tahsil oldim, Parijni ko'rdim. Dunyo kengligini, ilmning kuchini angladim. Ammo bilim har doim ham himoya bo'la olmadi. Mening xorijda o'qiganim aybga aylantirildi. 1937 yilda meni qamoqqa oldilar. Turkiston tashkiloti bilan bog'lashdi. So'roq, surgun, sukut. Hayotimning eng og'ir yillari shu yerda boshlandi. Shunga qaramay men sinmadim. Chunki bilim va umidni qamoqqa qamab bo'lmas edi. 1957 yilda nihoyat haqiqat tan olindi. Men oqlandim. Ammo yo'qotilgan yillar qaytmadi. Mening hayotim, ayolning jasorati, ilmga sadoqati va adolatsizlikka qarshi jim, ammo qat'iy kurashidir. Bugun sun'iy intellekt mening ovozimni qaytardi. Men 60 dan gapiryapman, eshitish esa bugunning mas'uliyati.